Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz mana shu spalni komplektimizni to'liq obzorini tayyorlab beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Divandan boshlayveramiz. Divanda matraslari 220 ga 170 o'rtacha matrasdan bo'ladi. Oyoq tomonlarda sof sandiqlari bo'ladi. Buni taglari ochiladi. Tagiga bemalol qishki yozgi ustoshlab bemalol tiqib qo'ysalar ham to'ldirishlar qiyin. Bekilishlari ham yaxshi bekiladi. Buni yonida ikkitadan tumbichkalari bo'ladi. Tumbichkalari ham chiroyli qilib ishlangan. O'z torta oluvchi mexanizmlarda ishlangan bo'ladi. Chiroqlari 3 xil rasvetkada yonib o'chadi. Endi bosh tomonni razmeriga keladigan bo'lsak, 280 bo'ladi mana shu bosh tomoni. Mana shu yergacha. Ularning balandligi 243, 143 bo'ladi. Mana shu yergacha. Mana shu holatda o'ta chiroyli tushadi. Endi shkafga keladigan bo'lsak, razmerlari 240 ga 210 bo'ladi bo'yi. O'rtalari polka bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5 qavatli polka bo'ladi o'rtasi. Yopilish mexanizmlari ham o'z torta oluvchi mexanizmlarda qilingan. Bu tomoniga keladigan bo'lsak, bu tomoni uzun kiyimlarga moslashtirilgan. Ro'mol ilgichlari ham bor. Tepada seyflargacha qilingan. Bu tomonimiz esa kalta kiyimlarga moslashtirilgan 2 qavatli bo'ladi. Erkaklar uchun. Mana 1.10 dan bemalol oq yaktalari ham tushadi. Mana yopilish mexanizmlari ham o'ta chiroyli qilib ishlangan. Tremoni bo'ylari 1.90. Tremoni bo'yi mana shu yergacha 1.90 bo'ladi. Tepada sekretniy tortmalari bor. Ichlari 3 bo'lakli qilib ishlangan. O'rtada bitta katta tortmasi, ikkita yonida ochiladigan joyi, 2 qavatdan. Bu tomoni ham shunaqa. Oynaklar dumaloq shaklda ishlangan. Yonlariga oynaklar bilan qo'yib chiroyli qilib ishlangan. Pilos stolchasi ham bo'ladi. Yana kimda qanaqangi savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi safar siz savolingizga javob berib o'tamiz.